Ssenariy muallifi Larina. Astrid Lindgren ertagi asosida. Rejissyor Stepantsov. Sahnalashtiruvchi rassomlar Savchenko, Buterin. Bastakor Gladkov. Film O'zbekiston teleradio kompaniyasi kino bosh muharririyatida dublyaj qilindi. Kichkintoy bola uchun tarbiyachi zarur. Xursandman, hammasi yaxshi bo'ladi. O'sha Karlson rostdan ham bor bo'lsa-chi? Qo'ysang-chi. Bu Karlson. Karlsonning qaytishi. Hali kuchugimiz ham bording. Matilda, uni qaraya. Juda soz. Xavotir olmang. Uni o'zim odam qilaman. Siz Frekenpok bo'laman. Bu odatingiz esa yaxshi yigit. Meni sog'ligimga putur yetkazishi mumkin. Shu bois uni kanda qilganingiz ma'qul. Yaxshi, lekin Yanglishmasam yumshoq tabiat, oq ko'ngil uy bekasi kerak deb e'lon bergan siz bo'lsangiz kerak. Mana men huzuringizdaman. Bizga tarbiyachi kerak edi. Xo'sh, kimni tarbiyalash kerak? O'ta johil it ekanmi? ayting-chi Frekenpok, bolalarni yaxshi ko'rasizmi? Ularga bo'lgan mehrim beqiyos. Endi xotirjam bo'lib ishingizga ketavering. Ketdim. So'z beraman, tez orada o'g'lingizni tanimay ham qolasiz. Rahmat. Kulchani bu yoqqa ber. Birinchidan shirinlik qomatni buzadi. Ikkinchidan yotib uxla. Uchinchidan darsingni qil. Yana nima edi-ya? Yodimdan ko'tarilibdi. Ha, azobda bu ish. Ha, esimga tushdi. Qo'llaringni yuvib ol. Ovqat yemaganingdan keyin qo'l yuvishni nima keragi bor? Matilda, menga qarab o'talog'im. Mana bu hayvon bilan shug'ullan, faqat ehtiyot bo'l. Juda yaqin yo'lama.
Karlson. Karlson! Nega baqirasan? Baliqlarni cho'chitib yubording-ku. Salom, Karlson. Salom Mittivoy. Nega mendan shu choqqacha qayerlarda yuruvding so'ramaysan? Qo'ya, shu choqqacha qayerlarda yuruvding? Buvijonimnikida mehmon bo'ldim. Buvijonim meni qanchalik yaxshi ko'rishlarini bilsayding, meni ko'riboq Karlsonjon bo'laginam deya hayqirib quchoqlariga oldilar. Agar bilsang, meni buvim quchoqlash bo'yicha jahon chempionilar. Ha, qoyil. Nima, ishonmaysanmi? Ishonaman, baribir qaytib kelibsan-da. Zo'rg'a. Axir o'zing bir tasavvur qilib ko'r. Bunaqangi motor bilan uzoqqa borib bo'ladimi? Yo'lda qulab tushimga bir baxya qoldi, eshitib ko'r. Xo'sh, qalay? Zudlik bilan mo'ylamasak bo'lmaydi. Qaymoq solib pishirilgan tort kerak. Tort deysanmi? Haligi tort yo'qdir-ov. Bu qanaqasi? Esing joyidami o'zi? Hozir yozib qadrdon do'sting kelsa-yu, uni tort bilan siylamasang. Kelishingni bilmovdik-da. Nimani bilardilaring o'zi? Bor vujudingiz bilan his etmoqingiz kerak edi. Balki tamaddi uchun qovurilgan go'sht yarab qollar-a? Bu yerga kelgach, har baloni yeyishdan bo'lak iloji yo'q. Obke, topgan tutganingni. Meni qamab qo'yishgan. Nima? Nega qamashadi? Bu uy bekasi o'ta johil va zolim chiqib qoldi. Yig'lama. Yig'lama. Yig'layotgan senmi yoki men? Men yig'layapman. Men esa yig'lamayman. Yig'lama. Menga qara, uy bekasi deganing kim o'zi? Xayrli kech, aziz teletomoshabinlar. Sharpalar hayotidan hikoya qiluvchi navbatdagi ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Yosh bolalarni zangori ekran qarshisiga yaqinlashtirmaslikni tavsiya qilamiz. Demak, bugun studiyamizda hozirsiz vajohatli ammo yoqimtoy bir sharpa bilan uchrashgan kishining hikoyasini tinglaysiz. Voqea bunday bo'lgan edi. Bema'nilik. Shu ham ko'rsatuv bo'ldimi? Madaniyatsizlik-ku bu. Matilda. Nima balo, quloqing tom bitdimi? Senga aytyapman axir. Bunaqasini ko'rganmisan o'zi? Televizorda bezorilarni ko'rsatishsa-ya, meni ulardan qayerim kam. Bema'nilik. Shunday qilib, qadrli do'stlar, sharpalar hayotiga oid ma'lumotlarga ega bo'lsangiz, quyidagi telefonga qo'ng'iroq qiling. 223 222 Yig'lama. Yig'lamayapman. Yig'lama dedim, vassalom. Xotirjam bo'ling, faqat xotirjam bo'ling. Bilasanmi? Johil va zolim uy bekalari jilovdorlari ichida eng zo'ri kim? Kim? Bilmaysanmi? Yo'q. Men-ku axir. Hada. Qani, eshitdik. Darvoqe, nega meni aldading? Meni? Yoshim 7 dedi o'dingga. Ha, shunday. Vazning 8 yoshnikidek-ku.
Qayerdasan axir, qayerda? Chiqa qol, to'polonchi. Koko. Qiziq. Bu yerda yo'q-ku. Ha, mana qayerda ekansan. Bu qanaqasi? Tuflisi bor-ku. Bolaning o'zi yo'q. Koko. 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 Qayerdasan? Koko. Qayerda eding? Biz haligi Karlson bilan biroz uchib keldik. Uchib keldik? Xuddi qushlardek uchdik degin? Xo'sh, yaxshi. Men hozir bir daqiqaga bosh og'rig'i dorisidan ichib olay. Yo'q, bosh og'rig'iga qarshi demoqchi edim. Voy, bu nimasi? Koko. 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 Voy, bu qanaqasi? Dahshat-ku axir. Uyingizda gapiruvchi bosh paydo bo'libdi. Ana, o'zing ko'r. Umringga televizor ko'rmaganmisan? Ko'rmaganman. Shoshmay turchi. Buni voy, oyoqlari qani? Hozir buni tagiga yetmay qo'ymayman. Ha, shunday. Yopray. Bilasizmi, biz haligi shirin kulchalar bilan choy ichasuvdik. Ijozatingiz bilan o'zimni tanishtiray, Karlson. Bu esa meni do'stim. Qayoqqa? Bunaqasi ketmaydi. Kavshashni bas qilsang-chi, 7-sinfga qot tushiryapsan. Nega kulasan axir? Juda qiziqsan-da. U meni yoqtirib qoluvdi. Seni deb bari chippakka chiqdi. Bilding? Koko. Bu senmisan? Koko bolaginam. Naqadar soz. La 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 la. Voy. Bu nimasi? Ya tavba. Bu qanaqasi? Hech kim? Hech zoq yo'q. Menga aytchi, bolakay. Qaysi qulog'im g'ung'illayapti? Chop qulog'ingiz. Topa olmading. Ikkala qulog'im ham g'ung'illayapti. La 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 la. Aqldan ozdim shekilli. Bu ne ko'rgilik? Jilovdonlar ichida eng zo'ri men ekanligimga ishondingmi? Har tugul g'ung'illashi bosildi. Nima bo'ldi o'zi? Boshim joyida. Kursi ham joyida. Madam, E'tiboringiz uchun, madmozel. ma'zur tutasiz, madmazel. Dunyoda tengi yo'q motorli sharpadan salomlar bo'lsin. Ertadan kechgacha televizor ko'rish yaramaydi deyishgan-diya. Mana oqibati. Voy. Voy o'lay. Qo'ying, qo'rqaman. Nega axir? Kerak, tarishaylik. Qo'ying, sizdan qo'rqaman. Nega axir? Sharpalardan qo'rqaman. Bunisi ham qochib ketdi-ya. Ya, bunaqasi ketmaydi. Chindan ham aqldan ozman ko'rinadi. Bu televideniyami? Sharpalar hayoti ko'rsatuvimi? Ha.
Bilasizmi, uyimga yoqimtoy bir sharpa kirib qoldi. Zudlik bilan yetib kelinglar, uni hamma ko'rsa deyman. Tushundim. Nimani tushunding? Bilasanmi, Karlson, u televizorga chiqmoqchi. U Ha, televizorga. O'sha gungurstay enaga mana shu qutiga sig'arkanmi? Yo'g'e, uni to'rt buklab joylamasak sig'maydi. ola, yana hech nimani tushunmabsan-da. Keyin hammasini bir boshda aytib beray. Bo'pti. Ma'zur tutasiz, bu kim bo'ldi? Bumi? Bu axir Tomda yashovchi Karlson-ku. Quloqlarim ostida qo'ng'illagan siz emasmidingiz? Ochig'ini aytsam, ha. Shirin kulchalarni paqqos tushirgan ham sizdir. Shoshmang. Sutingiz toshib ketdi. Voy o'lay, sutim toshib ketibdi. Shoshma, qanaqa sut? Gazga sut qo'ymovdim shekilli. Ha, yana laqillatishmoqchi chog'i. Bu qanaqasi? Siz sharpa emasmisiz? Nima edi? Axir hozir televideniyadan muxbirlar kelishadi. Men ularni ataylab sharpa bilan tanishtirish uchun chaqirtirgandim. Endi ularga kimni ko'rsataman? Kimni bo'lardi? Meni-da. Shunday oqilu dono, o'ktam va ko'rkam pahlavon yigitni yana qaydan topasiz? Qo'ying, televideniyada bunaqalar qalashib yotibdi. Buni ustiga iqtidorliman. Diqqat qiling. Siz hozir jahonda tengsiz Karlson bilan uchrashasiz. Kelganingiz juda zo'r bo'ldi-da. Bilasizmi, Karlson qaytib keldi. Nihoyat sizlarni u bilan tanishtirib qo'yaman. Xo'sh, Mittovoy, qani o'sha Karlson? U uchib ketdi. Ammo albatta qaytaman deb va'da berdi. Azizim, qadrdonim. Tamam.